Oh! Ancha kuchli ko'raylikchi nima bo'ldi o'zi? Yuzi aralash, tomog'i aralash yuziga to'p tekkan va kuchli, cheksiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Darvozabon o'zi tushdi yana darvozabon. Demak, shifokorlar yordam berishdi. Samuel Narkiso to'pni sheriga qoldirdi. Uzoq masofadan zarba 6-daqiqada. Leonardo Augusto 2-0. To'pga to'g'anoq bo'lishdi hozir. Yana bir uzatma. Bu safar ham darvozabon to'p yo'nalishini o'zgartiryapti. Va qarshi hujum. Yaxshi imkoniyat bor. Yo'ldoshev bo'sh turgan edi. Kuchli chiqdi zarba. Hattoki darvoza ustuniga ham tekkan. Zarba to'p darvoza ustuniga tegdi va yana Enrique Suarez. To'pni to'xtatgandan keyin Azimjon Shamsiddinov ishonmadi o'zining harakatiga. Faxriddinov ham hozir xatoga yo'l qo'yishi mumkin edi. Ismatullayev orqaga, darvozabonga. Noaniq